Assalomu alaykum. Men O'ktam Lola. Jizzax davlat pedagogika universiteti pedagogika psixologiya fakulteti maxsus pedagogika logopediya yo'nalishi 4-kurs talabasiman. Bugungi mavzuyimiz ovoz buzilishi turlari. Ularning qisqacha tavsif bilan tanishib o'tamiz. Ovoz buzilishi tushunchasi. Ovoz apparati faoliyatidagi organik yoki funksional o'zgarishlar natijasida ovozning tembri, kuchi, jarangdorligi hamda barqarorligining buzilishi hisoblanadi. Ovoz buzilishlari kelib chiqishiga ko'ra ikki xarakterda namoyon bo'ladi. Markaziy, ya'ni markaziy bu boshqaruvchi, miya va nerv tizimidagi muammolar kuzatiladi. Periferik esa ovoz apparatini bajaruvchi qismida bo'g'iz va hiqildoqdagi muammolar kuzatiladi. Har ikkala turdagi ovoz buzilishlar ham organik hamda funksional ko'rinishda bo'ladi. Ovoz buzilishlarining turlari 3 guruhga bo'lib olamiz. Birinchisi organik ovoz buzilishlar, ikkinchisi funksional ovoz buzilishlari, uchinchisi esa aralash shakllari hisoblanadi. Organik ovoz buzilishlari. Organik ovoz buzilishlari hiqildoq ovoz paylari yoki fonatsiya apparatining strukturaviy o'zgarishi bilan kechadigan patologiya hisoblanadi. Organik buzilishlar bu ovoz apparati markaz hamda periferiyaning anatomik o'zgarishlar yoki kasalliklari tufayli yuzaga keladi. Organik ovoz buzilishlarining bir nechta turlari mavjud. Bular laringit, o'tkir surunkali hisoblanadi. O'sha laringitning ham bir necha turlari mavjud. Ovoz paylari tugunlari, poliplar, kistalar, papillomatos, paralitik disfoniyalar kabilar kirib ketadi. Shulardan, demak, organik ovoz buzilishlaridan laringitni misol qilib olamiz. Laringit shilliq qavat yallig'lanishi natijasida ovoz bo'g'iq, xirillagan, jarangdorlik pasaygan, allergik o'sha laringitning ham bir necha turlari mavjud. Bulardan allergik laringit bu egzogin, tashqi hamda endogin ichki allergenlarning ta'siri natijasida inson organizmida sezgirlikning ortishi bilan yuzaga keladigan hiqildoqning yallig'lanishi hisoblanadi. Bu holat asosan allergik reaksiyalar tufayli rivojlanadi va hiqildoqning shilliq qavatlarida yallig'lanish jarayonlarini keltirib chiqaradi. Allergik laringitda asosan burun, halqum, hiqildoq hamda traxeya shilliq qavatlari allergenlar bilan bevosita aloqaga kirishadi. Ovoz paylari tugunlari. Fonasteniya va vokal yuklama ortishi natijasida paylarda fibroz choklar hosil bo'ladi. Ovoz paychalaridagi tugunchalar, ovoz paychalarida kichik o'simtalar, poliplar yoki shishlar bu holat ovozning sifatini o'zgartiradi. Bo'g'izdagi o'simtalar, bo'g'izdagi papillomalar yoki boshqa o'simtalar ovozning chiqishini qiyinlashtirishi mumkin. Bular asosan infeksiyali yoki yallig'lanish tufayli paydo bo'ladi. Bo'g'izning to'rayishi stenoz deb ataladi. Bo'g'izning to'rayishi yoki bloklanishi ovoz paychalari va nafas olish yo'llariga zarar yetkazib, ovoz chiqarishni qiyinlashtiradi. Jarohatlar yoki kuyishlar. Agar bo'g'iz yoki ovoz paychalarida jarohatlar yoki kuyishlar bo'lsa, bu ovozning chiqishini buzishi mumkin. Bo'g'izdagi rak yoki tuberkuloz kabi jiddiy kasalliklar ovoz apparatining normal ishlashiga to'sqinlik qiladi. Ba'zi hollarda bu kasalliklar tufayli bo'g'izni olib tashlash amaliyoti qo'llaniladi. Keyingisi bu funksional ovoz buzilishlari. Funksional ovoz buzilishlari fonatsiya mexanizmi saqlangan bo'lsa-da, boshqaruv jarayonining buzilishi bilan kechadi. Funksional buzilishlar bu holatda ovoz apparati markazi va periferiya normal bo'lsa-da, ya'ni anatomik jihatdan, tuzilishi jihatdan normal bo'ladi, ammo stress, nerv tizimi yoki boshqa psixologik omillar tufayli ovoz funksiyasida o'zgarish, buzilish kuzatiladi. Funksional ovoz buzilishlarining turlari gipotonik disfoniya, gipertonik disfoniya, fonasteniya hamda psixogen afoniya misol bo'ladi. Gipotonik disfoniya o'sha har bir funksional ovoz buzilishiga ta'rif berib o'tib ketamiz. Gipotonik disfoniya ovoz paylari tonusi pasayadi, ovoz shifrlovchi, havo aralashgan bo'ladi. Gipertonik disfoniya esa fonatsiya muskullarining ortiqcha tonusi natijasida ovoz siqiqlanib chiqadi. Psixogen afoniya psixotravmatik omillar fonida ovozning to'satdan yo'qolishi yoki kuchsizlanishi. Fonasteniya esa vokal yuklama, stress yoki charchash natijasida paylarning funksional susayishi hisoblanadi.
Aralash shakllar. Organik hamda funksional omillar birgalikda ishtirok etadi. Klinik belgilari: tembrning buzilishi, diapazon to'rayishi, fonatsiya charchoqligi, shovqin qo'shilishi. Davolash yo'llari esa fonopedik mashqlar, tibbiy terapiya, jarrohlik, psixoterapiya, diagnostikasi, laringoskopiya, stroboskopiya, akustik tahlil hamda fonopedik baholash hisoblanadi. Bugungi mavzumizdan xulosa. Ovoz buzilishlari murakkab etiologiya, ya'ni kelib chiqishi murakkab hisoblanadi. Agar ovoz buzilishlarini erta aniqlab, erta diagnostika qilsak, samarali natija beradi.